Agarda siz hali ham Minecraftni beg'ubor va yosh bolalar uchun o'yin deb hisoblasangiz, tabriklayman, dunyodagi eng katta xatoni qildingiz. To'g'ri, bir qaraganda Minecraft juda ham beg'ubor va sodda o'yin bo'lib ko'rinadi, lekin uni bir tarafdan qarasangiz juda ham sirli va qo'rqinchli faktlarga boyligini bilib olasiz. Va aynan biz shu videoda Minecraft uchun top 3 ta eng sirli va qo'rqinchli bo'lgan mavjudotlarni ko'rib chiqamiz. Ma'lumot sifatida aytaman, Herobrine bu videoda bo'lmaydi. Chunki u haqida ma'lumotlar YouTube'da juda ham ko'p. Shaxsan o'zbek youtuberlar ham bu haqida videolar juda ham ko'p ishlashgan va bu juda ham zerikarli mavzu. Va yana bir gap, o'tgan safargi videoda 150 tadan so'ng 150 ta likedan so'ng horror video chiqaraman degandim va bu horror video chiqyapti. Lekin bu unchalik horror bo'lmaydi, biroz kulgili bo'ladi. Okay. Gigant Alex, ya'ni o'zbekchasiga Ulkan Alex degan ma'noni anglatadi. Bu mavjudot haqida mish-mishlar 2021-yilda tarqala boshlagan. Stop, shunda bu mavjudot 4 yil oldin paydo bo'lganmi? Xuddi shunday, bir o'yinchi o'zining Minecraft dunyosida ulkan va qo'rqinchli Alex shaklidagi mavjudotni ko'rganini da'vo qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Gigant Alex shunchaki NPC emas, u juda ham g'ayrioddiy kuchga va juda ham g'alati qorong'ulik kuchiga ega NPC emish. Lekin to'g'risini aytadigan bo'lsam, bolalar buni kattaligini qaranglar. Men o'zim qo'rqib ketdim boshida ko'rib. Ularning aytishi bo'yicha bu oppoq-oyimizning uzunligi 12 blokdan tashkil etar ekan va uning tanasi qon, xuddi Redstone'ga o'xshagan qon shaklida ekan. Va bu erkatoyimizning ko'zlarining rangi umuman yo'q, shunchaki qora rangda. Agarda siz menga o'xshab krasavchik bo'lsangiz, bu mavjudot sizga umuman tegmaydi. Agarda omadingiz chopmagan bo'lsa, sizga yordam bera olmayman, siz o'ldingiz. Hazillashdim. Bu mavjudot ham xuddi Krisaga o'xshab sizni uzoqdan kuzatib turadi. Agar yoniga yaqinlashsangiz, u puf etib yopib qoladi. Xuddi Uzmobile'da internetiga o'xshab. Gigant Alexni topish uchun maxsus set. Siz rostdan ham shu setni hozir Minecraftga terib ko'rmoqchimisiz? Doimgidek Mojang bunaqa narsalarni Minecraftdan olib tashlaydi. Agarda mavjud bo'lsa ham yoki shunchaki izohsiz qoldiradi va bu setga keladigan bo'lsak, bu set shunchaki fake. Va oxirgi manba Gigant Alexni ko'rinishi menga qaysidir animeni eslatib yubordi. Anime ko'radiganlar buni kommentariyaga yozib qoldiring. Qaramang, nima deb o'ylayapsiz? Kim deb o'ylayapsiz meni? Oz bo'lsa-da ko'p o'rnida ko'rasiz degandek, bu maxluqimiz haqida ham ma'lumotlarimiz juda ham kam edi. Unda keyingi mavjudotga o'tamiz. Let's go. Smelling Creeper. O'zbekchasiga tirjaygan creeper. Bu Minecraftda kam ma'lum bo'lgan, lekin sirli va qo'rqinchli afsonalardan biri hisoblanadi. Uning oddiy creeperdan asosiy farqi yuzidagi tabassumidir. Ko'pchilik buni oddiy xato yoki vizual glitch deb hisoblaydi. Boshqalar esa buni dahshatli mavjudot ekanligini ta'kidlashadi. Balki u kreditlarni yopganligidan xursanddir. Uni bilmadim. Bu yoqimtoy mavjudotimiz 2012-yilda ba'zi o'yinchilarga ko'ringan va ular uni oddiy creeper kabi portlamaydi, lekin o'yinchini yashirincha kuzatib boradi deb ta'kidlashgan. Yuzidagi qo'rqinchli kulgi esa juda ham keng ochilgan va yovuz kulgini aks ettirgan. Ba'zida portlash o'rniga g'alati tovushlar chiqaradi. Misol uchun bolalarning kulgusi yoki buzilgan audiolar. Portlashi esa o'ta kuchli. Oddiy creeperdan 2 barobar kattaroq zarar yetkazadi. Va u mendan ham yaxshiroq quruvchi ekan va u o'zining qovoq kallasini o'yinchilar atrofiga qurishni yaxshi ko'radi. Bu creeperni ko'rib qaysidir jiyanim esimga tushib ketdi. Rostdan ham buni kulishini qaranglar. Error, ya'ni xatolik 422 deb nomlangan mavjudot. Bu Minecraftning buzilgan versiyasi hisoblanadi va u versiyada fizika qonunlarini butunlay chetlab o'tadi va u yerdagi hayvonlar ham o'zini juda ham g'alati tutadi. Va bu versiya alfa 000 versiya hisoblanadi. Bu versiyaning farqi shundan iboratki, bloklar o'z-o'zidan yo'qoladi yoki o'rinlari almashib qoladi. Moblar, ya'ni jonzotlar noodatiy harakat qiladi. Ba'zilari esa g'oyib bo'lib yoki sizni ortingizdan shunchaki kuzatishadi. O'yin ichida turli xil figuralar paydo bo'lib, sizni doim qo'rqitishga harakat qiladi. O'yindan chiqmoqchi bo'lsangiz, u yerdagi tugmalar ham yo'q bo'lib, o'zgarib qoladi. Ko'rishingiz mumkin, bu videoda sigir o'yinchini ortdan kuzatib keladi va o'zini noodatiy ko'rsata boshlaydi. Va xuddi mana shunga o'xshagan turli xil bedrockli ustunlar paydo bo'lib qoladi. I don't know. Does this mean it's daytime or is... Bu yerda o'yinchi o'yinda nima bo'layotganini o'zi ham tushunmay qoldi. O'yinchi qo'rqqanidan so'ng Minecraftni tark etib, boshqatdan kirishga harakat qildi va mer o'z holiga qaytdi. Va bu o'sha mavjudotning ko'rinishi.
Va o'sha mavjudot mana bunday taxtalarga o'lim ishorasini yozib ketgandi. Now. Oh! Hello? O'yinchi uni yana uchratdi va buni ko'rishinglar mumkin. Iloji boricha ko'rsatishga harakat qilyapman. Men seni ko'ryapman. Qarab tursanmi? Nihoyat video oxiriga ham keldik. Ana endi videoga like bosib, kanalga obuna bo'ladigan vaqt ham keldi. Videoda 200 ta like to'plab bersanglar, keyingi video bundan-da ajoyib bo'lishiga harakat qilaman. Yesishda kommentariy orqali Telegram kanalga ham o'tib qo'yinglar.